Oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga kirish uchun onlayn ro'yxatdan o'tish. 2026-2027 o'quv yili uchun ro'yxatdan o'tishning birinchi bosqichi. Abituriyentlarni onlayn ro'yxatga olish Bilimni baholash agentligining my.uzbmb.uz sayti orqali amalga oshiriladi. my.uzbmb.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Dastlab ro'yxatdan o'tish oynasiga abituriyentning pasport seriyasi va raqami, shaxsiy identifikatsiya raqami, telefon raqami, parol, takroriy parol hamda arifmetik ifodaning qiymati kiritilib, shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanishga rozilik bildirgan holda ro'yxatdan o'tish tugmasi bosiladi. Shundan so'ng abituriyentning telefon raqamiga SMS xabar yuboriladi. SMS xabardagi 5 xonali raqam dasturga kiritilib, ma'lumotlar tasdiqlanadi. Agar abituriyent my.uzbmb.uz saytidan oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, kirish bo'limi orqali telefon raqami, parol va arifmetik ifoda qiymatini kiritgan holda shaxsiy kabinetiga kirishi mumkin. Bundan tashqari, OneID orqali kirish imkoniyati ham mavjud. Oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga qabul bo'limiga kirib, xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi. Abituriyentning doimiy yashash manzili Ichki ishlar vazirligining manzil axborot tizimidan olinadi. Agar abituriyentning doimiy yashash manzili avtomatik ravishda shakllanmasa, mazkur ma'lumotlar abituriyent tomonidan to'ldiriladi. Tugatgan ta'lim muassasasi oynasidan abituriyent tamomlagan ta'lim muassasasi joylashgan hudud, muassasasi turi va nomi hamda tugatgan yili tanlanib, hujjat seriyasi va raqami yoziladi. Agar abituriyentning tugatgan ta'lim muassasasi dasturda mavjud bo'lmasa, muassasa turidan boshqa o'quv yurti tanlanib, muassasa nomi yozma kiritiladi. Bunda joriy yil bitiruvchilari tugatgan ta'lim muassasasi bo'yicha ma'lumotlarni kiritmaydi. Ularning ma'lumotlari tegishli vazirlik va idoralardan real vaqt rejimida olinadi. Agar abituriyentda umumta'lim fanlaridan milliy sertifikat mavjud bo'lsa, sertifikatdan foydalanishni tasdiqlashi yoki rad etishi lozim. Bunda umumta'lim fanlaridan maksimal ball beruvchi sertifikat ma'lumotlari avtomatik shakllanadi. Abituriyentda chet tilidan B1 darajadagi milliy sertifikat mavjud bo'lganda, sertifikatdan foydalanishni tasdiqlashi yoki rad etishi lozim. Chet tilidan B2 va undan yuqori darajadagi milliy sertifikat ma'lumotlari avtomatik ravishda shakllanadi. Abituriyentda chet tilidan yoki umumta'lim fanlaridan xalqaro sertifikat mavjud bo'lsa, xalqaro sertifikatlar bo'limida sertifikat ma'lumotlari kiritiladi. Abituriyentda boshqa turdagi imtiyozlar mavjud bo'lsa, bu imtiyozlar tegishli vazirlik va idoralardan olingan ma'lumotlar asosida avtomatik to'ldiriladi. Agar imtiyozlar bo'limida abituriyentning imtiyozi chiqmasa, abituriyent imtiyozni taqdim etgan vazirlik va idoraga murojaat qilishi lozim. Ariza topshirish bo'limida oferta bilan tanishib, tasdiqlagandan so'ng test topshirish hududi va ta'lim tili tanlanadi. So'ngra test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi tanlanadi. Agar abituriyent tanlagan fanlar majmuasida chet tili mavjud bo'lsa, tegishli chet tili ham tanlanishi lozim. Agar abituriyent tanlagan fanlar majmuasida kasbiy ijodiy imtihon mavjud bo'lsa, kasbiy ijodiy imtihon topshirish uchun abituriyent o'ziga qulay bo'lgan oliy ta'lim tashkilotini tanlaydi. Fanlar majmuasi tanlangandan so'ng, ushbu fanlar majmuasiga mos ta'lim yo'nalishlari ro'yxati bilan tanishish mumkin. Saqlash tugmasi bosilgandan so'ng, ma'lumotlarni tasdiqlash uchun abituriyentning telefon raqamiga SMS xabar yuboriladi. SMS xabardagi kodni dasturga kiritish orqali ma'lumotlar tasdiqlanadi. Ma'lumotlar tasdiqlangandan so'ng, abituriyent qayd varaqasi shakllanadi. Qayd varaqada abituriyentning shaxsiy ma'lumotlari, imtihon ma'lumotlari, imtiyozlari, abituriyentlarga eslatma va abituriyent ro'yxatga olingan vaqt aks etgan bo'ladi. Yuklab olish tugmasi orqali abituriyent qayd varaqasini yuklab olishi mumkin. Abituriyentlar ro'yxatdan o'tish muddati tugagunga qadar o'z ma'lumotlarini o'zgartirishlari va qayd varaqasini qayta yuklab olishlari mumkin. Qayd varaqasida test sinovi uchun to'lovni amalga oshirishi kerak bo'lgan abituriyentlarga invoice hosil bo'ladi. To'lovni amalga oshirish bilan ro'yxatdan o'tishning birinchi bosqichi yakunlanadi. To'lovni elektron to'lov tizimlari yoki bank kassalari orqali amalga oshirish mumkin. Bunda nogironligi bo'lgan shaxslar, to'liq davlat ta'minotidagi shaxslar, ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimida ro'yxatga olingan shaxslar va ularning farzandlari
Yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar va ta'lim muassasalarini joriy yilda tugatgan abituriyentlardan to'lov undirilmaydi. Ushbu toifadagi abituriyentlar uchun invoice shakllantirilmaydi. Diqqat! Oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga kirish test sinovlari to'liq yakunlangandan so'ng, abituriyentlar 15 kun ichida oliy ta'lim tashkiloti, ta'lim yo'nalishi, ta'lim shakli va tanlov ustuvorligini tanlashi lozim. Sizga test sinovlarida muvaffaqiyat tilaymiz.